ishga o'xshab ketar. Bilmiyorum ne haldayım, gündüz gece Sondan seni ko'p sevarmen ey umri aziz. Har neniga sevmak andin ortiq bo'lmas. Andin seni ko'p sevarmen ey umri aziz. Assalomu alaykum hurmatli umri azizlar, aziz hamyurtlar, aziz hamkasblar, davramiz mehmonlari. Hamda ushbu shodiyonamizga o'zgacha fayz va go'zallik baxsh etib turgan umri azizlar, aziz opa-singillarimiz, barchangizni bugungi unutilmas shodiyona bilan chin qalbimizdan samimiy muborakbod etamiz. Yiliga qariyb 30 ming tonna bazalt izolyatsion plitalarini ishlab chiqaruvchi Termoplus kompaniyasining qariyb 1 yilligi mana shunday bir ko'tarinki ruhda nishonlanmoqda. Yana shuni alohida ta'kidlab o'tish joiz, bizning qilayotgan bu ishlarimiz, sa'y-harakatlarimiz, tinimsiz mehnatlarimiz zamirida albatta sizlarning o'rnilaringiz beqiyos. Bugungi bayram bilan tabriklayman. Iloyim bundan kelib katta marralarni birgalikda tilab qolaman hammaga. Katta rahmat. Assalomu alaykum hammaga, mehmonlar, mezbonlar ham bor. Hammalarni zavodda ishga tushgan 1 yilligini tabriklayman. Katta ishlar qildinglar, katta marralarga erishdilar. 5 yilliga, 10 yilliga, 20 yilliga premsiyamiz deydi, rushalab o'rnilarga bolalaringlar joylarda bosar. Va xohlasa bunday katta marralarga birga erishamiz. Tabriklayman. Avvalambor assalomu alaykum. Xorazmliklar, sizlarni ko'rib turganimizdan juda xursandmiz. Xudo xohlasa mana shu zavodni 100 yilliklarni ham birga nishonlaylik. Sizlarga rahmat, shuncha qilayotgan mehnatlaringga, mana hokimlarga rahmat, birinchi o'rinda yurtboshimizga rahmat, tadbirkorlarga, sportchilarga shuncha e'tibor qaratyaptilar, shuncha yordam beryaptilar. Zamirdan hokimimiz shuncha Xorazmda shunaqa zavod qurildi, shunaqa katta zavod qurildi, shunaqa sharoit yaratib beryaptilar. Ularga ham o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Sizlarga ham ishlaringda omad, oilalaringda tinchlik, xotirjamlik. Xudo xohlasa bugun sizlarning kuninglar, bayraminglar, mazza qilib dam olib, o'ynab kulinglar. Hammalaringga omad. Hammangizni tabriklayman. Bardavom bo'lsin. Yubileylar sanalarini nishonlash nasib qilsin hammamizga. Korxonaning ishlab chiqarish jarayonini boshlanishining 1 yilligi munosabati bilan korxona faoliyatida o'z halol mehnati bilan samarali xizmat qilgan va o'z kasbining eng yaxshi ishchi xodimi va mutaxassis nomiga sazovor bo'lgan xodimlar korxona tomonidan qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlanadilar. Hammaning ishga qabul qilgan kadrlar bo'lim boshlig'i
Salayeva Kifaya Davronova. Eng yaxshi shu zavodimizni doimiy ishlab turishiga katta hissasini qo'shgan, kruglosutочно ishni ishda turgan kim deb o'ylaysizlar? Odilbek. Odil aka. To'g'ri topshiriq. Yuragim ochdi. Hammalarga kattakon rahmat. Uchliklarimiz esa bitta olqishlab qo'yasizlar. Sovg'alar muborak bo'lsin, yaxshilik kunlarga xizmat qilsin. Hurmatli jamoadoshim, jamoadoshlar ham muvofiq bilasizlar, sizlar bir oilamizda aytaman. Hamma endi shuning boshlanishi bilan, hali bu Xudo xolasa boshlanishi bilan tabriklayman. Xudo xolasa keyingi yillar yana bir mashina. Tushundingizmi? Sizlar ham motivatsiya. Har biriga. Xudo xolasa. Qilib turgan mehnatlaringizga, qilib o'tgan mehnatlaringizga hammasidan rozi bo'lasizlar. Hammaga kattagan rahmat. Bor-boringizga shukr. Bizlarga bakma kuşlar konmasdı. Son 8 yaşındaydı. Geç ayrılırsan çamanda, güzellikli kalmışsan da, yanarım canlarım. Зачем мне нужен мир, в котором нет места для нас? Мне нужен мир, в котором кроме нас нет никого. Sevdiğim severim, yanımda özledim. Sevgine ihtiyacım vardı, görseydin. Bana gelseydin, hatırını duysaydın diye. Hayatımın zamanını yüreğden açarım sana verdim. Je serai devant tes l'amour, comme un peintre qui voit sur ses doigts naître les couleurs du jour.
Hurmatli do'stlar, aziz mehmonlar, barchaga mana shunday xush kayfiyat hamroh bo'lishini tilab, bugungi tadbirimizga, bugungi shodiyonamizga qisman yakun yasaymiz. Ishi borlarga ruxsat, qolganlar bemalol o'tirib, chaqchaqlashib, dildan suhbat qilib o'tirishlari mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Hammaga kattakon tashakkurlarimizni yana bir bor bildirib qolamiz. Rahmat.